2009'da variant 10'si. Demek 10. savol. Kumush nitrat eritmasiga noma'lum masali mis plastinka tushirildi. Demek mis plastinka tushirildi. Kumush plastinka batonga o'tirgandan so'ng plastinka massasi 118 gramm keldi. Mana 118 gramm keldi. Agar olingan plastinkani to'liq eritish uchun 70% silvat kislorod eritmasi sarflansa, dastlabki plastinkaning necha foizi kumush nitrat bilan reaksiyaga kirishganini aniqlang. Bu yerda bitta narsaga e'tibor berib ketish kerak. Mana 70% ham eritmaning ichidagi sulfat kislotani aytyapti, ham bu yerdagi konsentrlangan sulfat kislota demoqchi. Ya'ni hozir ko'rasiz, mis bilan reaksiyasida konsentrlangan reaksiyani olishingiz kerak. Demak, kumush nitrat eritmasiga mis plastinka tushirilganda mis nitrat kumush suv chiqariladi. Reaksiya teng bo'ldi, to'g'rimi? Xo'p, aytyapti. Kumush baton o'tirgandan so'ng plastinka massasi 118 gramm keldi. Xo'p, agar olingan plastinkani to'liq eritish uchun, demak, olingan plastinka mana kumush bo'ladigan bo'lsa, unga nafasiga sulfat kislota sarflansa, kumush sulfat konsentrlangan reaksiyasi bo'lyapti bu yerda. Xo'p, qarang, bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Oxirida aytyapti, sarflansa dastlabki plastinkaning necha foizi kumush nitrat bilan reaksiyaga kirishgan dedim. Demak, dastlabki plastinkadan ortiq qolganini tushunishingiz kerak. Dastlabki plastinka bu mis sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishadi. Konsentrlanganlar mis sulfat plus 2 mol SO2, 2 mol suv bo'ladi bu ham. Reaksiya teng. Mana bu mis ortiq qolgani. Keling, mana shuni boshqacha rangga qilib qo'yamiz. Siz chalg'itmasligi uchun ko'p ranglarni qilib qo'ydik. Dastlab bitta chizaylik. Temir bo'lagi bo'ladigan masalan katta, o'sha mis bo'ladigan bo'lsa sariq rangda. Xo'p. Qizil sariq rangli bo'ladigan bo'lsa, mana shuni mana yarim qismi reaksiyaga kirishib ketdi. Tushunasizmi? Sariq joyi yarim kirishdi. Qolgan mana yarim kirishni turib qolib ketdi. Kumush nitrat bilan kirishdi, mana ko'p joy kirishmay qoldi. Rangi ko'k emas, lekin men sizga ko'rsatish uchun chizayapman. Mana shu joyi reaksiyaga kirishmadi. Yarim qismi mana sariq joyi nisbat keyin mana shuni tushunarli bo'lish uchun mana buni sariqqa olib qo'yamiz. Sizga yaxshiroq tushunarli bo'lsa, zaten shunaqa masalalar ko'p tushadi. Ya'ni ortiq qolgan imtihonga yaqin sizga foydasi degan umiddaman. Mana biz ikkalasi bitta bo'lak bu temir mixmi, tangami, o'sha mana sariq oranji rangi reaksiyaga kirishib ketib qoldi. Qolgan qismi mana, qolgan qismi ham reaksiyaga kirishgan. Keyin sulfat kislotani o'shani bilishingiz kerak bitta mana. Konsentrlanganini kirish kerakmi? 70% konsentrlangan 30 dan yuqorisi. O'shani bilishingiz kerak. Shunday degan umiddaman. Bo'lsa uyda qaytarib ko'rasiz. Endi qarang, bu juda oson masala. Xo'p. 350 gramm deyapti. Mehmetga yozib olaylik. Shunday 300 qo'yamiz hisob-kitob uchun. Demak, 350 grammni ko'paytirsak 0.7 ga nollar ketadi. 210 5 35 qo'ysak 245 bo'lar ekan. Buni 98 ga bo'lib beradigan bo'lsak 2,5 mol. Bu nima chiqdi? Bu sulfat kislotaniki chiqdi. 2,5 mol ekan. Bundilga mana gram foizdan topib oldik. Ya'ni 350 grammni 100%, 70% ni qanchasan desak 245 chiqqan sonini 98 ga bo'ldik. Shunda mol kelib chiqdi. Buni bilamiz. Endi buni hozir o'chirib tashlayman-da. Davomini yozishni boshlaymiz. Bizda ma'lumot beryapti. Kumush plastinka batamon o'tirgandan so'ng plastinka massasi 118 gramm keldi. Bu gap bilan bizga nima demoqchi? Mana bu ikkalasi keyin hosil bo'lgani yig'indisi 118 gramm kelgan ekan. Shuni aytmoqchi. Tushundingizmi? Endi biz buni x olsak, buni y olamiz. Shunda bu 80 demasmi-ku? Tepada ham 2 bo'ladi. 8 x bo'ladi. Shunda to'g'riga demak
2x va 2y bo'ladi. Shunday. Biz tenglamamiz. Kumush ikkita, kumushdan olgan 2 va tera 2x. Demak, ketdik. 2x plus 2y teng. Keling, buni boshqa rangga qilaylik. Ikki x plus 2y teng 2 mol dedik. Qarang, ikkinchi tenglamani hozir sizga molni topib oson ketish uchun shunday oldim. 2x y oldim. Aslida bunday olmaysiz, chunki bizda mana masalan shartda grammda berilyapti. Shuning uchun 108 bo'lgan uchun 2x bo'lgan uchun buni 2x emas 216x grammda va buni 64y deb olaman. Shunda 118. Nima uchun mana o'rniga asli shunday yozishim kerak edi. Nimaga bunday yozmadim? Oxirida aytaman, hozir sizga osonroq bo'lish uchun. Demak, men x ni, y ni topish ahamiyati yo'q. Agar x topadigan bo'lsam, y deb qo'yaman. Ya'ni mana buni 32 ga ko'paytiradigan bo'lsam, y lar yo'q ketadi. Shunda 64 ayirishdan 152x bo'ladi. X teng 152x eslab turaman. 32 ga 80, 118 dan ayirsam, 80 dan 38 ni 152 bo'lsam, 0.25x chiqdi. Endi y topib olaman. Y 0.25 ni 2 ga ko'paytirsam 0.5. 2,5 dan 0.5 ni ayirtirsam 2. 2 ni 2 ga bo'lsam y 1 chiqdi. 1 mol. Shunda mana bu y 1 mol ekan. Misol 1 mol. Mana 2x ga ko'rasiz, mana nima uchun 216x yozmadim sizga tushunarli bo'lishi uchun. Mana oxirida molda topgan osonlikda, ya'ni 2x bo'lgan uchun 0.25 ni 2 ga ko'paytira olaman. Shunda bu 0.5 bo'ladi. O'sha 0.5 da mana bu yerda keling şimdi. Ko'klayni yamaydi. Qaranglar. O'sha 0.5 kumushda reaksiyani ustiga qo'ysam 0.5 pastda 2 pastda 1 topadigan bo'lsam reaksiyaga kirishgan misim 0.25 chiqadi. Endi qarang. Reaksiyaga kirishib ketgan misim 0.25, ortib qolgan misim mana y turibdi 1 mol. 1 mol qo'shsam 1.25 mol. Darslarda biz tangaboy chizgan rasmdaymiz. O'sha 100% bizda qancha qismi nitrat va kumush nitratlarni reaksiyaga kirishganligi uchun mana 0.5 topib oldik. 0.25 kechirasiz. 0.25 imiz qancha deydigan bo'lsak, 20% chiqadi. Javob 1. Keyingisiga o'tamiz.